Ibrohim ota maqbarasining shundoqqina yonida chillaxona joylashgan. Bu chillaxona 15-asrda dastlab bunyod etilgan, keyinchalik vayron bo'lgan. 17-asrda bugungi ko'rinishda qaytadan tiklangan. Xo'p, bu chillaxona yer sathidan shu 1,5 metrcha pastroqda joylashgan. Dumaloq ko'rinishdagi xona, gumbazi bor. Ko'rishinglar mumkin, xuddiki to'ntarib qo'yilgan qozon singari. Va mana bu yerda esa mehrob, ya'ni qibla taraf ko'rsatib qo'yilgan. Yuqorida bir dona tuynuk, havo kirib aylanib turishi uchun. Bu esa kirish yo'li. Bir nechta 4 tabaqali zina orqali pastga tushiladi. Xo'p, chillaxona o'zi nima uchun kerak deyiladigan savol bo'ladigan bo'lsa, bu bevosita tariqat maktablariga bog'liq. Bu tariqat maktablarini amaliy qismi o'rganiladigan, ya'ni amaliyot o'taladigan joy hisoblanadi. Chillaxona o'zi shu forschadagi 40 so'zdan olingan bo'lib, ya'ni 40 kun mobaynida ma'lum ruhiy barkamollikka erishish uchun muridni o'zini ustida ishlash va Allohga yaqinlik hosil qilish uchun ibodat, toat qiladigan, zikr qiladigan, tafakkur qiladigan va o'zini qalbiy holatlarini kuzatadigan bir joy hisoblanadi. Birdaniga istalgan odam chillaxonaga tushib, ya'ni 40 kun o'tirilmagan, bu mumkin bo'lmagan holat hisoblanadi. Ya'ni tasavvufda ham dastlabki muridlar boshida o'sha 1 kundan, 3 kundan, 5 kundan, shu toq kunlardan, ya'ni ustozini hamrohligida bu amaliyotlarni bajarishgan. O'zi tasavvufda murshid, ya'ni ustozni asosiy vazifasi muridning, ya'ni shogirdning har bir o'sha nafsidagi kamchiliklari, nafsini ayblarini birma-bir topib, uni isloh qilib, yomon xulqlarini yaxshi maqtalgan xulqlarga almashtirishdan iborat va yakunda murid ham agar yetarli darajada tirishadigan bo'lsa va ustozini, ya'ni shayxini aytganlarini so'zsiz bajaradigan bo'lsa, albatta Alloh taoloni tavfiqi bilan o'zi Alloh nasib qilgan bir ma'naviy kamolot darajalariga ko'tarilib boradi. Muridni, shogirdni darajasini birdaniga yuqorilab olishiga imkoniyat yaratib beradigan joy hisoblanadi. Zotan agar tashqarida odamlarga aralashib yuradigan bo'lsa, unda o'sha turli xil gunoh ma'siyat bajarib qo'yishi mumkin bo'lgan holatlar, ya'ni ko'zi, qulog'i, og'zi, qo'li, oyog'i va tili orqali turli xil gunoh ma'siyatlar bajarib qo'yish ehtimoli ko'p muridni. Shuning uchun bu shunday bir xilvat joyki, ya'ni ko'zini, qulog'ini, qo'llarini, og'zini turli xil gunohlardan tiyib olish uchun bir fursat. Ya'ni shu fursatda agar banda nafsi bilan birga bir qoladi va nafsi bilan kurashga kirishadi, ya'ni murid demoqchi edim. Xo'p, lekin ustozlarni aytishi bo'yicha asosiy narsa bu yerda chillaxonaga tushayotganda muridni hayolidagi bo'ladigan narsaki, man dunyoni yomonliklaridan qochib bu yerga tushdim degan fikr bo'lmasligi kerak, balki man o'zimni yomonligimni dunyoga tarqatishdan, dunyoni saqlagan holatda o'zim bu yoqqa tushdim degan fikr bo'lishi kerak deb ta'kidlashadi. Manbalarda keladiki, Shayx Najmiddin Kubro, shu bilamiz hammamiz, Kubroviya ta'limotini asoschisi buyuk shayxlardan. Shu chillaxonalarida 40 kun chilla saqlaganlaridan keyin shu muddat tugashi arafasida barcha odamlar yig'ilib chillaxonani eshigini atrofiga, ya'ni shu yo'liga o'ngdan chapdan yig'ilib o'tirib olishar ekan. U nimaga deyilsa, ya'ni shayx 40 kun faqatgina toat, ibodat, ortiqcha narsaga chalg'imagan holatda Allohga yaqinlik darajalari ularni ma'naviy holatlari o'zgargan holatda tashqariga chiqqanlaridan keyin nigohlari kimga tushsa, ya'ni Allohning inoyati bilan albatta nigohlari kimga tushsa, u kasal bo'lsa kasaldan tuzalish holatlari yoki qanaqadir muammosi bo'lsa, shu muammolari hal bo'lish holatlari ko'p kuzatilgan ekan. Buni tajribada sinagan oddiy fuqarolar ham, oddiy odamlar ham kelib shu shayxni chillaxonadan chiqadigan
vaqtlarida kutib o'tirishar ekan. Chillaxona haqida menimcha yetarli ma'lumot berildi. Endi tashqariga chiqib bevosita maqbarani ko'ramiz.